Aka bular sotildimi? Sotildimi? Qadrdon bular sotildimi? Oldilarmi? Necha puldan oldilaring? Bu 26, bu 18, bu 20. Ha, 3tasini oldilaring. Bo'g'ozmi bular? Qisir. Bu necha pul dedingiz? 26 million so'm. Narigisi 18, 21. Qaranglar. Bozorimiz shunaqangi chaqqonlikdan bitta o'zi aka 1 emas 3 ta molni olyapti. Shunaqangi chaqqon bo'ldi, kelaverasizlar, qadrdonlar. Kim qayerdan ko'ryapti? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mol Dunyo Uz kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eski Arab qishlog'iga joylashgan Chorva hayvon bozoridan sizlarga qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Hafta kuniga juma, Saydul ayyom, juma muborak barchaga. 27-mart. Qadrdonlar, bizdan uzoqlashmanglar. Videomiz oldidan like so'rab qo'yamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Birgalikda qiziqarli bo'lgan chorvalarni narx-navolar bilan guvoh bo'lamiz. Qani unday bo'lsa ketdik. Ikkinchi videomizni boshladik. Biz shu chorvalarni bo'g'oz hamda enavola bolalilarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bozorimizga ajoyib chiqibdi. Qadrdonlar, Xormanglar, assalomu alaykum. Kimdan ekan bu? Sizlardanmi? Nech pul deyapsiz bular aka? Ajoyib, havas qiladiganlar, like bosib qo'yamiz akalar. Zoti nima zoti? Sementar. Sementar. Akalar, bunisi bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. 8 oylik. Nech pul deyapsiz uni? 60 million kami. 60 million. Buni qancha kami bor? 42 kami. 42 kami. Bu qisiri. Bozor nech pul qilyapti? Monasini 36-37 qilyapti. 36-37. Bo'g'ozi nechi? 47 qilyapti. Qiziqarli telefon raqam berasizmi aka? Bering. 97lik. 97lik. Telefon raqamimiz 90 97lik 335 41 77. Qadrdonlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizda shunaqa gaplar, havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Chorvadonlarimizni bir duo qilib qo'ying xalqimizni. Allohu akbar, boringizga shukr. Shunaqa gaplar. Qadrdonlar, bizdan uzoqlashmanglar. Biz sizlarga imkon qadar qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatish harakati mana orqamizda bo'lyapti. Buni Xormanglar, assalomu alaykum. Xormanglar, real savdolari. Nima qo'lingizni totyapsiz aka? Nech pul qilyapti? Bo'g'ozmi? Ha? 16 million so'm bo'lyapti. Nechinchi tug'ishi? Ha, bo'g'oz qisirmasligini bilmaysiz. 16 million bo'lyapti. Qo'l soltirilgan yo'q. 14 million. 14 million? Baq 16 deyapti-yu. Endi gapiraveradi. Qisirmi bu? Ha. Buning zoti nima? Yo o'zimizning hashakilardanmi? Akalar, kommentariyga yozib qo'yamiz zotini. Xo'p, aka qiziqarli telefon raqam berasizmi? Sotib yuborasizmi? Xo'p, shunaqa gaplar sotib yuborar ekan. Bundan bir ajoyib bor ekan. Xormang aka, assalomu alaykum. Nech pul ekan bu? Ha? 55 million kami bor. Bo'g'ozmi? Necha oylik? Ha? 8 oylik bo'g'oz. Bozor nech pul qilyapti? Ko'ringchi. Oyini farqi yo'q. Shovqinda tushunmadim. 41,5 41,5 million qilyapti ekan. Qadrdonlar, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Nechta tuqqan o'zi bu? Birinchi tug'ishi. Qiziqarli telefon raqam berasizmi? 88lik 940 1595. Qadrdonlar, shunaqa gaplar yonimizda. Necha? Aytayim, real savdolar bo'lyapti. Xormanglar, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti bu aka? Nima qo'lingizni qo'yib yuboryapsiz aka? Nima qo'lni qo'yib yuboryapsizlar? Ya aka, qo'yib yubormanglar aka. 23 million 500 ming. Xo'p, qadrdonlar 23 million 500 ming so'm. Bolasini ovoz. 10 ta suti bor, aniqmi? Garantiyami? Va berishiga qarabdi. Nechinchi bolasi u? Nechinchi bolasi? 4-bolasi. Xo'p, bozor hozir nech pul qilyapti hozir? Ana xaridor oldingizda. Nech pul qilyapsiz aka? 23,5 qilyapsiz. Xo'p, olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Olsa xaridor, olmasa bizga muxlislar telefon raqam berasizmi? Voy, nima tezkari qarab olyapsiz? O'g'irlab keldingizmi yo? Aka, o'zingiz molingizga tezkari qarab olmang aka. Ha, mayli, shunaqa gaplar. Bering 90 necha? 91lik 661 50 20. Qadrdonlar, sotilgan bo'lsa, o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Onasi charchab qolib shekilli-da. Nima yotib olibdi? Charchaganmi onasi? Voy, nech pul ekan bu? Bu bilmadim bizdan da. Alaykum, Xormang.
nima charchab qoptimi onasi? Yotib oldi. Nechinchi bolasi bu? Bu inovola sizdanmi aka? Nech pul deyapsiz? 30 narx aytyapti. 30 million narx aytyapti. Chiroyliligini qaranglar, havas qilganlar, lak bosib qo'yamiz. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi. Novosmi o'najan? O'najan. Nechta suti bor? 8 ta suti bor. Qadrdonlar, ikkinchi bolasi 8 ta suti bor. O'najan. Nech pul deyapsiz? 30. Bozor nech pul qilyapti? 27 qilyapti. 27 million so'mga. Xo'p, qiziqalay telefon raqam berasizmi aka? Bering. 91lik. 91lik, men hozir aylantirib ko'rsataman. 048. 048 30 85. Qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Akamiz hazilkash ekanda, bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? To'xtang, nima qaytyapsiz? Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? Hazilkash akalarimiz bor ekan, borlariga shukur akalar, umringiz uzoq bo'lsin. Ha, o'rtoqlarmi? Mana bola ham billa katta bo'ldi. Ha, bo'ldi. Shunga totib olyapti o'zi. Mayli, shunaqa gaplar. Hormen aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan bozorchi akalarimiz. Nechinchi bolasi bu? Birinchisi novvosmi, o'najinmi? O'najin. O'zingiz zo'rmi? Aka, nech pul deyapsiz, sir bo'lmasa? 50 million. Bozor nech pul qildi? Bozor 43 million. Nechta suti bor? Xo'p, 14 ta suti bor ekan. Birinchi tug'ish ekan. Akalar, qiziqalay telefon raqam berasizmi aka? Sotilib ketsa, o'zlari uchun ma'lumotga telefon qilishadi. Nech pulga sotdingiz deydi. 43 gami, 45 gami, 40 gami deydi. Balkim 30 tepasidadir, 20 tepasidadir. Ha, bering telefon raqamini. Ha? 91lik 651 12 21 12 24 12 24 ekan. Qadrdonlar, aloqaga chiqarasizlar. Hormanglar akalar, bormisizlar charchamasdan. Nech kun bo'ldi aka mashina sir bo'lmasa tug'ilganiga va qiziq 3 kun bo'ldi. Havas qilganlar lak bosib ham. Buni zoti nima? Zoti nima zoti? Zoti semental. Nechta tuqqan? Birinchi bolasi. Nechta suti bor aka? 10 ta sog'layapti hozir. Hozircha 10 ta sog'alyapti. 3 kun bo'lgan bo'lsa, ha, 3 kun bo'ldi. Xo'p, nech pul deyapsiz aka? 70 million baho aytyapsiz. Bozor nech pul qildi? 56 million so'm bo'lyapti ekan. 70 million baho aytilyapti, 56 million baho qilyapti. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Bering. 91lik 131 10 18. Qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa gaplar. Egasi o'zi charchab qolgan, o'tirib olgan. Chunki sahar chiqqanda uxlamasdan mol boqaman, mol boqib chiqaman deb. Aka, dehqonlarim uchun, akalar, chorvadorlar uchun akalar lak bosib qo'yasiz. Bu savdogarlar deyapman, savdogarlarga ham oson emas-da hozirgi kunda. Akalar, lak bosib qo'yamiz, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qo'yaverasizlar. Qadrdonlar, bormanglar. Bozorda ham oldi sigirlar. Ukam, ko'z tanish. Sizni taniyman, uka. Biz yazoni ko'p ko'rdik. Siz boringizga shukr. Buni nech pul deyapsiz? Sizlarni kuzatamiz. Ha, buni nech pul deyapsiz? Uyaga 50 million baho aytyapsiz. 50 million. Nechinchi bolasi bu? Birinchisi aka. Birinchisi. To'rtinchisini endi Bu bo'yi 55. chiqdi aka. 55. Ko'rdingizmi? Qadrdonlar, birdaniga og'zimizdan chiqdi. 55 deb men aytsam, nechta suti bor dedingiz? 25 ta suti bor ekan. Qadrdonlar, bo'yi 55. Shuni bo'yiga ham, yishiga ham, nimasiga ham. Necha kun bo'ldi buni tuqqaniga? 6 kun, 7 kunlik bo'ldi. Bir hafta deylik. Bir haftalik o'ldirasiz. Nech pul deyapsiz? Bozor nech pul deyapti? Aka 50 million baho aytdik. Hop. Jupiga 81,5 million Ha, qilishdi. buni ham sizniki, jupi. U nechinchi tug'ish u? Bu ikkinchi bolasi. Ikkinchi bola. Nechta suti bor uni? Bular 15 ta. Ha, bolasini ovozmi? Bolasini ovoz, buni Xo'p, cho'nasi. buni nech pul qilishdi, buni nech pul qilishdi? Jupini 81,5 qilishdi. O'shanda nech puldan? 41,5. Ha, buni 40 million so'm, buni 41,5 million. Xo'p, qiziqalay telefon raqam berasizmi? Ha, 91lik 91lik 328 328 90 78. 90 78. Qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Shunaqa gaplar. Chorva bozorimizda shunaqa yangiliklar, shunaqa gaplar, bizdan uzoqlashmanglar. Mehnatlarimiz uchun akalar like bosib qo'yamiz, kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishingiz mumkin. Biz qo'yayotgan videolarni doimiy ravishda ko'rib borishga muyassar etasiz. Mana shu chiroyli bir ajoyib xonachi. Xonachi aka bu? Ha? Birinchi tug'ish. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz aka. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik Xo'p, bo'yi 120 desak bo'laveradi, ha? Xo'p, 8 oylik. Nech pul deyapsiz? 23 million kam
23 million kami bor. Bozor nesbi qilyapti? 21 million qilyapti. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 94lik 826 62 chiroyli raqam ekan. Qadrdonlar, moli ham chiroyli. Telefon raqamlari ham chiroyli ekan. Qadrdonlar, aloqaga chiqib qo'rasizlar. O'zlaring uchun sotilgan, sotilmaganini ma'lumot uchun ham aloqaga telefon qilishaveradi. Bo'ldi, shunaqa gaplar. Bu bo'g'ozmi aka bu? Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. Nechinchisiga? Ha? Ikkinchisiga 8 oylik bo'g'oz ekan. Qadrdonlar. Ikkinchisiga 8 oylik bo'g'oz ekan. Nech pul deyapsiz? 22,5 deyapsiz. Qilyapti. Necha oylik bo'g'oz dedingiz? 8 oylik. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 91lik 90lik 628 1410. Qadrdonlar, aloqaga chiqib qo'rasizlar. Bemalol. 24 soat dastavkalari bor ichida. Shunaqa gaplar. Akalarimizning fikri qanaqa bugungi bozorimiz to'g'risida? 21,5 million so'm Bozor oladigan bo'lyaptimi? Oldi bo'lyapti. Hozir 21,5 million qilyapsizmi? 21,5 million so'm. Mana savdo xardori shetda ekan. Oldim, yo'q, bersa ham beraman. Xudoychilarlar. Bering. 21,5. Bering aka. Tutamizmi? Buni boqasizmi yo sotasizmi? Tirikchilik. Bo'ldi. Qadrdonlar, shunaqa gaplar 21,5 million so'mga. Qadrdonlar, biz tashqariga chiqib, sotilgan, sotilmagan variantlarini sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bu nech pul ekan bu? 20 million deyapsiz. Shunaqami? Bozor nech pul qilyapti? 18 qilyapti. Bo'g'ozmi? Necha oylik? 2,5 birinchi to'g'risida, birinchisi. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi o'rtog'a? Bering. 94lik 085 31 61. Qadrdonlar, aloqaga chiqib qo'rasizlar. Bemalol. Bizda shunaqa gaplar. Bu bo'g'ozmi? 2 oylik bo'g'oz. Gumonda endi nechta tuqqan? 4-5-siga bo'ladi. 4-5-siga. Nech pul deyapsiz? 16 deyapsiz. Ha? 16 deyapsiz. 16 deyapsiz. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bozor nech pul qildi hozir? Bozor reali. Bozor 15 deyapti. 15 million qilyapti. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Sotib yuborasizmi? Bo'ldi, xo'p. Biz shunaqa yo'l-yo'laga qiziqarli bo'lgan savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz tashqariga chiqib, sotilgan, sotilmagan variantlarini ko'rsatish talab bo'lyapti. Biz chiqishni boshladik. Bizdan uzoqlashmanglar. Mehnatlarim uchun akalar like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Ayta nima bo'lyapti mana yerda? Savdo bo'lyaptimi? Ha? Assalomu alaykum. Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa bugungi bozorimiz? Bozorlarimiz xudo xolasa oshyapti. Oladiganlar olinglar-di. Bo'ldi, shunaqa gaplar boringizga shukr. Qadrdonlar, Ertaga yana kelib 5 ming narsani o'lcham olmaylar. bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Bozorimiz yurib qolibdi ekan. Statistika ma'lumot bo'lyapti. Bular bozorchi odamlar to'g'ri. Tashqariga chiqaylik-chi, nima gap ekan? Nima bo'ldi, tog'a? 6 million 300 ming so'm. Shunaqa gaplar. Biz tashqariga chiqishdi boshladik. Sotilgan, sotilmagan variantlarini sizlarga ko'rsatamiz. Shu borada mana qo'li gul ustalar akalarimiz bor ekan. Qo'li gul usta o'zlari yasagan, o'zlarining mehnatlarini, drabilkalarimiz bor. Chorva sevar, chorvador akalarimizga tavsiyalarimiz. Drabilkalar. Aka, xormang. Bu nima bu? Boltami? Bular nech puldan? O'zingizni qo'l mehnatingizmi aka? Jiyanlarga, shogirdlarniki. Bu nech puldan nech pulgacha bularingiz? 130 dan 200 gacha bor. 130 dan 200 gacha. Telefon raqam berasizmi? 90lik 151 79 08. Qadrdonlar, aloqaga chiqib qo'rasizlar. Drabilkalarimiz bor ekan mana yerda. Aka, siz kimdan bu drabilkalar? Nech pul deyapsiz bularni? Aka, drabilkalarimiz nisbato'rligi 2,5 million kam bor. Aha. 100 million 100 ming kam bor. Nech puldan nech pulgacha? Aka, 2 milliondan boshlab 15-20 milliongacha drabilka. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 91lik 91lik 679 52 63. Bor, rozi bo'ling. Qadrdonlar, aloqaga chiqib qo'rasizlar. Shunaqa gaplar. Bo'zayimiz nech pul bo'ldi mana shu? Nech pulga sotmadingiz?
11,5 xonasini 11,5 million so'mga sotilmay chiqib ketyapti. Qo'ylar nechi bilan bo'ldi qo'ylar? 7 million so'mdan. Nechi bo'ldi novosimiz? Bilmayman. Shopirmisiz? Yo'lkira nechi pul? 23 million. 23 million bo'pti ekan. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Aka nechi pul bo'ldi bu? Yana bola? Oldi. Nechi pul bo'ldi? 22 million 700. Bo'g'oz ha bu, ha? Qisir. Aka nechi pul bo'ldi bu? Shopirmisiz? Yo'lkira nechi pul? Bepulmi? Shunaqa gaplar. Chiroylilar nechi pul ekan? Aka nechi pul bo'ldi yana bola? Nechi pulga sotmadingiz? To'xtang. 22 million so'mga sotilmayapti. Siz qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 99lik to'xtang. 99lik 019 0285. Aka nechinchi bolasi? 3-bolasi ekan. Shopirmisiz? Mayli, shopirlarga ham oson bo'l. Shopirlar uchun akalar like bosib qo'yamiz. Necha bo'ldi biz aytamiz? 6 million 300 ga necha pulga sotamiz? To'xtang. To'xtang, necha pulga sotamiz? Telefon raqam bering qiziqqanlarga. 91lik 128 0783. Enasi sotilib ketdi. Necha pulga ketdi enasi? 24 million so'mga. Hozirga chiqib ketganda ko'rdik. Xo'p, bu necha kun bo'ldi tug'ilganiga? 20 kun bo'ldi. 20 kun bo'ldi. Endi xaridori chiqsa sotasiz, bo'lmasam boqasiz. Shunaqa gaplar qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar bitta bo'g'ozimiz bor ekan, bo'g'oz 8 oyli. Nechta tuqqan? 3-siga bo'g'oz. Nech pul deyapsiz? 28 ga berilmabdi. Bozor 28 qildi. Xo'p. Sotda mo'ljalizga kirmadi. Ha? Mo'ljalizga kirmadi. Shunaqami? O'shanisini sotib qaytarib olib ketyapsiz. Xo'p. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 91lik 112 81 61 61. Shunaqa gaplar.